Assalomu alaykum obunachilar. Akalar bu ikkitasi nima deyapti? Akalar turishlarini qaranglar. O'ta dahshatlarini qarang. Dumbalari ham o'ta kelishgan. Zo'rlaridan kelganmiz aka. 10 dona bor. Hozir oyoqlarini ochib bir chiroyli qilib jullarini olyapmiz akalar. Murojaat qilaverasizlar, bularni chiroyli qilib jo'natib ularinggacha olib borib beramiz. Dastlabkilarimiz ichida bir chotki qolamiz. Mana ukaxonimiz jullarini olyapti. Turishlarini qarang, mashalloh. Endi ko'z tikanlarini terib tashlayapmiz mana turishlarini. Vay. Chotki narsa ekan bu narsalar bor-ku. Akalar telefon qilinglar, telefonda ish bitadi hammasini. Xohlasa 3.800.000 dan dastlabkilarimiz ichida yetkazib beramiz inshaalloh. Ana. Vay.